Assalomu alaykum. Biz Germaniyaning Berlin shahridamiz. Hozirgi kunda ko'plab yoshlar Germaniyaga kelishmoqda. Mehmonxona boshqaruvi yo'nalishida o'qib hamda ishlamoqdaman. Birinchi o'rinda o'sha katta kompaniyalarga kirish uchun juda ham yaxshi yo'l bo'lgan. Ularga malakali kadrlarni yetkazib berish esa Askaniya Building kompaniyasiga topshirilgan. Assalomu alaykum. Biz Germaniyaning Berlin shahridamiz va bugungi ko'rsatuvimizda ayni shu manzilda yashab, mehnat qilayotgan, ta'lim olayotgan o'zbek yoshlari haqida hikoya qilmoqchimiz. Va bugungi mavzuga kirishdan oldin unga bevosita daxldor bo'lgan Ausbilding tizimi haqida to'xtalmoqchiman. U nima va qanday maqsadlarni o'zida jamlagan? Xabaringiz bo'lsa, bu loyiha haqida juda ko'p gapirildi. Yoshlarimiz bu haqida ozmi ko'pmi tushunchaga egalar. Bu soddaroq aytganda ham nazariy, ham amaliy bilimlarni uyg'unlashtirgan holda kasbni chuqur o'rgatishga ixtisoslashgan maqsadli tizimdir. Unga muvofiq yoshlarimiz nemis tiliga ixtisoslashgan 3 yillik o'quv markazlarini tanlashmoqda. 1 yil ichida B1 darajasini qo'lga kiritib, qolgan 2 yilni ayni shu Germaniyada amaliyotda o'tkazishmoqda. Bugun biz ana shunday yoshlar haqida hikoya qilamiz. Dual ta'limning bu turi o'quvchilarga juda ko'p imkoniyatlar yaratishi bilan ham ahamiyatlidir. Germaniyada Ausbilding yo'nalishida 400 dan ortiq sohalar taklif qiladi. Birinchi o'rinda hamma o'zbeklarni bitta joyga to'plashi mumkin. O'zimni shaxsiy Yevropeyskiy oshxonam ochish niyat bor. Bu yerda o'zimiz sohamni hamma sir-asrorlarini o'rganib, yurtimda shularni barchasini joriy etish. Yoshim 18 da, Germaniyaga kelganimga 2 oycha bo'ldi. Hozirda mehmonxona yo'nalishida, ya'ni mehmonxona boshqaruvi yo'nalishida o'qib hamda ishlamoqdaman. Bu sohani tanlaganimning katta sabablaridan biri bu meni hisoblarim deb o'ylayman. Chunki menga oldindan har xil tillarni o'rganish, har xil millat va elatdan bo'lgan odamlar bilan muloqotda bo'lish juda ham yoqib kelgan. Yana nemis tilini o'zi o'rganishda eng katta sababchi bu meni adamlar bo'lgan. Hamma ingliz tiliga e'tibor qaratgan paytlar adamlar menga Germaniya hayoti hamda nemis tilini o'rganishga juda ham katta qiziqish uyg'otganlar. Eng katta motivatsiyani menga adamlar berganlar. Har doim o'zlari ham Germaniyadan safarlardan qaytganlarida nima qilib bo'lsa ham menga qiziqtiradigan nimadir topib kelardilar. Biror bir kitoblarmi yoki qanaqadir o'yinchoqlarmi, hammasiga qiziqardim. O'shandan keyin mana oxirgi 2 yilda nemis tilini qattiq o'qidim va sertifikat olib, vizani qo'lga kiritgach, va nihoyat Profi Deutsch o'quv markazi orqali shu yerga o'qish va ishga, ya'ni Ausbildingga keldim. Bu yerda hozirda ancha ko'nikib ketganman. O'zimni kollegalarim ham, o'zimni o'rtoqlarim, juda ham ko'p o'rtoqlar orttirdim hozir kelganimga qisqa muddat bo'lgan bo'lsa ham. Har kuni ishim juda ham qiziqarli bo'lib o'tadi, chunki har doim bir nima yangi narsa o'rganaman. Mehmonxonaning afzalliklari shuki, siz har kuni har xil odamlar bilan har xil vaziyatlarga tushasiz va shu vaziyatlardan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Bu nafaqat ishda, balki katta hayotda ham qo'l keladi. Ishim bo'lgan kunlari soat 4 da turaman. 1 soatcha tayyorlanib, keyin 5:30 da yo'lga chiqib ketaman. Ishim uyimdan sal uzoqroq bo'lgani uchun 1,5 soat yo'lni qamrab oladi. Har doim soat 7 dan 3:30 gacha ishxonada bo'laman. Tushlikkacha nonushtada mehmonlar bilan turamiz. Tushlikdan so'ng esa reception, ya'ni qabulxonada mehmonlarning check-in, check-out ketishlari yoki qanaqadir taklif yoki e'tirozlari bo'lsa, biz ularni hammasini qabul qilib olamiz. Menga har kuni o'zimning kollegalarım, hamkasblarim har xil narsalarni o'rgatishadi. Ishdan uyga qaytganimdan so'ng bo'sh vaqtim bo'lib qolganda har xil narsalar pishirib ko'raman, yoki shirinliklar yoki ovqatlar pishirib qo'yaman, yoki biror bir qiziqarli kitob olib o'qiyman va albatta har kuni kuniga 20 yoki 25 ta so'z nemis tilida yodlayman. Bu juda ham muhim, chunki nemis tilida juda ham ko'p so'zlar mavjud. Buni yodlamasa bo'lmaydi va grammatikam bilan shug'ullanaman. Bu ham juda ham muhim, chunki nemis grammatikasi eng qiyin grammatikalardan bittasi deb o'ylayman. Germaniyada 5 yildan beri o'qib, ishlab kelyapman. Hozirgi kunda o'qishim tugagan, to'liq ishlayman. Germaniyada bino boshqaruvi sohasida o'qiganman va hozir shu soha bo'yicha ishlayman. Bino boshqaruvi binolarda siz kerakli mutaxassislarni chaqirib, kerakli ishlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladigan soha hisoblanadi. Masalan, bu bog'bonlarni chaqirib yoki tozalovchilarni chaqirib yoki texniklarni chaqirib binoda yuzaga kelgan muammolarni bartaraf qilish kerak bo'ladi. Germaniyada Ausbilding yo'nalishida 400 dan ortiq sohalar taklif qiladi. Ausbilding sohasida o'qishni
shu sohalarni xohlaganda o'ziga qiziqqan, o'ziga yoqqan sohasida o'qishni tavsiya qilaman. Bu yerning mahalliy tili nemis tili. Siz nemis tilini bilmasdan hech qayerda ishlashingiz yoki faoliyat ko'rsatishingiz deyarli imkonsiz. Shuning uchun mahalliy til darajasini kelganingizdan keyin ham rivojlantirishda davom etishingiz kerak. Nemis tilini kamida C1 yo C2 darajaga chiqarib olsangiz, o'zingizning muammolaringizni o'zingiz sifatli hal qila olasiz. Birovning yordamisiz. Undan keyin bu yerga kelgan insonlarda agar haydovchilik guvohnomasi bo'ladigan bo'lsa, eng muhim tavsiya bu birinchi 6 oy ichida almashtirib olsangiz, hech qanaqa muammosiz almashtirib olasiz. Keyinchalikka qoldirsangiz, u imtihonlar yoki qo'shimcha to'lovlarni sizga yuzaga keltirishi mumkin. Bu yerga kelgan vatandoshlarimizga eng muhim tavsiyalardan yana biri bu mahalliy fitnes zallariga borib, o'sha yerdan do'stlar o'rtirishga yoki mahalliy aholi bilan yoki ishxona hamkasblar bilan do'stlashishga yaxshi manzil bo'la oladi. Hamkasblar bilan juda yaqin do'st bo'lishni nemislar o'zi ham tavsiya qilmaydi. Shuning uchun biz ham tavsiya qilmaymiz, lekin ular bilan iliq munosabatda bo'lish sizni karyerangizga muhim ahamiyat kasb etadi. Dual ta'limning bu turi o'quvchilarga juda ko'p imkoniyatlar yaratishi bilan ham ahamiyatlidir. Unga ko'ra o'quvchilar ham nazariy bilimlarini mustahkamlagan holda ham amaliy malakalarni oshirib borish imkoniga ega bo'ladilar. Ham o'qib, ham mehnat qilib mablag' orttirishning o'ziga yarasha mashaqqati bor. Agarda siz til bilmasangiz, bu muammoingiz 2 hissa ortishi tabiiy. Buni chuqur anglab yetgan yoshlarimiz bugun maqsadni puxta qo'yishmoqda. Shu bois mehnatga haq to'lash kafolatlangan va huquqlari himoya qilingan ayni manzillarni ixtiyor etishmoqda. Hallo, ich bin Clara Rogowski. Men Askania Future kompaniyasida ta'lim boshqaruvi va integratsiya loyihasi rahbariman. Bizning kompaniyamiz qayta tayyorlash va ishga joylashtirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni biz O'zbekistonda o'zbeklarni o'qitamiz va keyin ularni Germaniyadagi turli korxonalarga ishga joylashtiramiz. Wir haben Usbekistan als Land gewählt. Biz O'zbekistonni tanladik, chunki birinchidan bizning aloqalarimiz yaxshi, ikkinchidan O'zbekistonda chet elda ishlash istagida bo'lgan yoshlar ko'p. Bu bizga Germaniyada yordam beradi, chunki bizda barcha ish o'rinlarini to'ldirish uchun yetarli ishchi kuchi yo'q. O'zbekistonlik yoshlar esa mehnatsevar, ular barchasini tez o'rganishlari mumkin va ular yangi mamlakatni, Germaniyani tanib bilishga va shu yerda ishlashga ishtiyoqmand deb o'ylayman. Deutschland kennenzulernen und hier zu arbeiten. Germaniyada, ayniqsa Berlin shahrida ham o'qib, ham tahsil olayotgan yoshlarni mo'jazgina sport maydoni birlashtirib turadi. Har yakshanba kuni bu yigitlar majmuaga yig'ilib to'p tepishadi, ham yangi do'stlar orttirishadi. Germaniyaga kelishimga asosiy sabab endi maktab paytimizda nemis tili o'tilgan, keyin futbolga qiziqqanim sababli ham endi Germaniya yurti bo'lgani uchun o'sha paytdan sekin qiziqish boshlangan. Keyin shu maktabni bitirdik, nima qildik? Shundan keyin nemis tili kursi topdik. Endi surishtirib nima qilib, o'sha Farg'onada Dashbar sentrim bor, Jamshid aka ekan qo'lda o'qidik. 1,5 yil o'qib, bir sertifikatini qo'lga kiritdik. O'sha payt davomida endi ustozimiz bilan gaplashib, nima qilib, shu joyda topdik. Ausbildung yo'nalishiga qiziqdim, nima qildim. Ya'ni Ausbildung yo'nalishi, Kraftfahrzeug mexatronika yo'nalishida hozir 2-yil talabasiman. Shu yo'nalishda o'qib kelyapmiz. Xudoga shukr, kam bo'lganimiz yo'q. Ertalab turamiz, nonushta, choy ichib, kiyinib, sekin avtobus bekatiga yuramiz. Albatta, endi avtobuslar yo'l yurmay qolsa, shu bilan endi 20 minut kutasiz. Vaqt ketdi degani, o'sha har kuni kelishidan 5 minut oldin chiqamiz, avtobusimizni kutib. Keyin 1 soat yo'l mobaynida yurib boramiz ishimizga. O'sha endi kollektiv bilan salomlashib, salom alaykum qilib, keyin kafeda ichib boshlaymiz ishni endi. Bular nemislarda gapi bor. Bunda kafe on working deydi. Ishlaymiz, kollektivlar zo'r, mas'ullar hammasi qo'llab-quvvatlab, podeshka qiladi. Xudoga shukr, mana endi 2-yilda bo'lsak, ancha ishlar qo'limizdan kelib qoldi. Ustalar o'zimizga bizga ishonib, qo'limizga ключ bergan, o'zimiz ish olib ishlaymiz. Hozir endi biz yo'nalishda hozir 2-yil bo'lsa, birinchi kelgan biz birinchi avlodimizda endi bu yo'nalishga kelgan. O'shanda 2023da kelganmiz. O'shanda 15 ta bola keldi. O'sha men servisga, men furaga. Endi xudo xolasa bu birinchi yilda kelayotganlar yana biz orqamizdan kelishdi. Ular ham 10-15 ta kelishdi. Xudoga shukr, hozir menda o'zim o'zbeklar ko'payib qolgan. Hamma taniydi. Germaniyaga kelishimga endi asosiy faktorlar ko'p. Birinchi o'rinda o'sha katta kompaniyalarga
kirish uchun juda ham yaxshi yo'l bo'lgan. Ikkinchidan, shu soha bo'yicha eng top dunyodagi o'sha yetakli biznes maktablaridan bo'lgan o'qishga kirmoqchi bo'lganim. Juda ham taniqli o'qish bo'lgan. Ko'p Germaniyadagi 25 ta top kompaniyalardan hamkorlikda ochilgan nima bo'lgan. O'quv maktabi bo'lgan, biznes maktabi. O'shaning uchun shunga qiziqib kelganman. Talaba sifatida deydigan bo'lsam, xo'p, o'qishlarim deyarli har kuni bo'ladi. Har kuni bizda magistraturada sal o'qishimiz boshqaroq. 9 dan ertalab 9 dan kechki payt 5 gacha to'liq kun band bo'ladi. Endi o'zi 2 para bo'ladi. 2 paramiz ham bittasi 3 soatdan. Asosan o'qish kunlari o'qishda bo'laman. Agar o'qishdan bo'sh paytlarimda bizda part-time o'sha yarim stavka deydi, yarim stavka Siemens kompaniyasida data scientist bo'lib ishlayman. Xo'p, undan tashqari masalan kechki paytlari bo'sh bo'lgan paytlarimda masalan shunaqa futbol yakshanba kunlari yoki voleybolga kelib turamiz. Asosan shu bilan band bo'lamiz, balki boshqa narsaga uncha vaqt ham bo'lmaydi. Yani O'zbekistonda o'z bu hammani javob bir xil bo'lsa kerak, hamma sog'inadi. Asosiy hammani, ya'ni biz nima deydi, o'zbek xalqi asosan oilaviy anaqada katta bo'lganimiz uchun yaqinlarimiz, oilalarimizni juda ham qattiq sog'inaman. Undan tashqari mana shu masalan borgandagi, masalan bizning mentalitetimimizdagi har xil masalan yaxshi islatlarimiz bor, odamlarda mehmondo'stligi. Bu yerda ko'proq shu ish shunaqa. Bu kabi yoshlarimizning umumiy manfaatlarini birgalikda amalga oshirishlarida, xayriya hamda boshqa maqsadlarda jam bo'lishlarida Nihol nodavlat notijorat tashkilotining alohida o'rni bor deydi suhbatdoshlarimiz. Nihol jamiyatini endi boshimizda Nurbek aka o'zimiz akamiz. Boshida kelganimizda ham o'sha yangi kelganlarga katta ko'mak qilganlar. Endi yangi kelganlar endi baribir yangi xabari bo'lmaydi ko'p narsadan. Shunga endi shu Nihol nimasi bor? Bilmagan narsamiz hammamiz birimizdan so'rab nima qilib yetkazib olamiz. Endi Nihol jamiyatining eng katta foydasi endi o'sha yangi kelganlarga katta ko'mak bo'ladi. Misol uchun albatta endi kvartira topish muammo. Agar birortasiga kvartira zarur bo'lsa, endi bolalar o'zini yoniga chaqirib, kvartira topguncha qo'llab-quvvatlab o'zini yoniga chaqiradi. Boshida kelganimizda Nurbek aka bilan elchixonadan chiqqanmiz. Birinchi futbolga chiqqanmiz, futbol bodishgan ko'rishib shu yerda salom alaykum qilib aka-uka bo'lganmiz. Keyin bir elchixonada tadbir bo'lib qoldi Navro'zga. O'shanga hasharga chaqirdilar. Hasharga bordik. O'sha yerda katta odamlarni ko'rdik. Do'stlar o'tirdik. Biz yoshlarni bilasiz, endi qoni qaynab futbolga qiziqamiz. Ko'rib turibsiz, mana hamma o'zbek bolalar shu yerda. Kim topmoqchi bo'lsa shu yerdan topadi. Endi futbol endi o'zimiz uchun sog'liqqa ham foyda mana. Har kuni ertalab yakshanba soat 8 da o'zbeklar o'zimiz futbol bor. Musobaqalar bo'ladi. O'tgan yil bo'lgan. O'zimiz Berlinda bo'ldi. O'zbeklar bo'yicha. O'tgan yilga endi bizcha kuchimiz yetmadimi? O'ynagan yo'q edi, travma bor edi. Bavariya olib ketib qoldi Myunxenda o'zbeklar. Endi xudo xolasa bu yil tayyorgarlik avjida mana. Xudo xolasa yozda musobaqamiz bor yana. O'shanga endi asosan tayyorgarlik harakat qilamiz endi chempion bo'lishga. Niholda foydalari ko'p. Birinchi o'rinda hamma o'zbeklarni bitta joyga to'plashi mumkin. Ya'ni bu juda ham katta yordam beradi. Masalan, futbol yoki shunga Navro'z, ya'ni shunga o'xshagan har xil masalan bayramlar, shunga o'xshagan har xil yana an'anaviy bayramlarimizda iloji boricha o'zbeklarni to'playdi-da, ya'ni siz unda tanishlarni olib turasiz. Endi do'stlar olib turasiz. Endi sizga tanish juda ham kerak chet elda O'zbekistondan ko'ra. Nima uchun? Uy topishingiz kerak bo'lishi mumkin yoki nimadir olishingiz kerak bo'lishi mumkin yoki nimadir ehtiyojingiz bor. İşte o'sha ishlaringiz ham arzon, ham ishonchli bo'lib bitadi bu yerda. Keyin undan tashqari yana nima desam bo'ladi? Masalan, siz haligi o'sha aytmoqchi bo'lganim karyeringizga yordam beradigan. Masalan, deylik, mana men IT bo'yicha o'qiy turgan odam bo'lsam, uchrashtirganimizda men qaysidir o'zim sohamdagi, masalan, 5 yildan keyingi juda ham haligi muvaffaqiyatli odam bilan tanishishim mumkin shu orqali. Masalan, prosta choyda o'rtasida gaplashamiz-da, u odam bilan agar siz tashqarida gaplashsangiz, haligi kasb shunda gaplashgan boshqa, prям oshda ustida, o'choqda ustida gaplashgan boshqa. Shuna qilib turib yaxshi tanishlar o'rnatib olasiz, keyin yaxshi tanishlar orttirib olasiz, keyin sizga nima deydi, prям to'g'ridan-to'g'ri maslahat beradi. Sizga vaqt ajratadi. Uni masalan kerak bo'lsa, konsultatsiyasi masalan soatiga $100 yoki shunaqa bo'lishi mumkin. Endi pul bilan hisoblash kerak. Sizga o'sha payt tekinga olish chanslari bo'ladi.
siz oddiy qaysi qatlamda bo'lishingizdan qat'iy nazar hamma darajadagi, hamma karyeradagi, hamma darajadagi odamlar bir xil darajaga keltirib muloqot qilishga shans yaratib beradi. Men o'ylayman, shu eng katta yutuqlardan biri. Endi undan tashqari yana har xil foydalari bor. Bugungi kunda hukumatimiz tomonidan xorijiy davlatlar bilan ko'plab mehnat shartnomalari tuzilib, mehnat migratsiyasi geografiyasi kun sayin kengayib bormoqda. Bunda xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimiga alohida ahamiyat berilmoqda. O'zbekiston va Germaniya munosabatlarini bunga yaqqol misol sifatida keltirishimiz mumkin. Wir haben bereits im letzten Jahr Lehrerfortbildungen angefangen. Biz o'tgan yiliyoq o'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlarini boshladik. Ya'ni biz O'zbekistondan nemis tili o'qituvchilarini Germaniyaga olib keldik va ularning dars berish uslublarini yaxshilashda yordam berdik. Buning uchun biz til kurslarini tashkil etdik. Zamonaviy va yangi metodlarni muhokama qildik hamda o'rgatdik. Maqsadimiz shuki, ular O'zbekistonda yosh avlodga nemis tilini aynan Germaniyada qanday o'rgatilsa, shunday o'rgatishsin. Biz shu ishlarni boshladik va shunda ko'rdikki, ko'plab nemis tili o'qituvchilari yanada ko'proq bilim olishni istaydilar. Shu sababli bu yo'nalishda faoliyatimizni davom ettirmoqdamiz. Biz doimiy ravishda nemis tili kurslari va didaktika kurslarini o'tkazib kelmoqdamiz. Endi esa kurslarning qanday tashkil etilishi kerakligini o'zimiz ham boshqarishni boshladik. Buning uchun biz o'z til maktabimizni tashkil etdik. U Focus Deutsch deb ataladi. Shu maktab orqali biz yosh avlodga nemis tilini Germaniyadagi kabi ona tili egalari va O'zbekistondan bo'lgan nemis tili o'qituvchilari bilan birga o'rgatmoqdamiz. Maqsad dars jarayoni Germaniyada qanday olib borilsa, O'zbekistonda ham shunday bo'lishi. Bu yildan boshlab biz kasbiy asosiy ta'lim yili loyihasini ham boshlayapmiz. Bu degani yosh o'zbeklar texnikumlarga kelishadi. Bizda 5 ta hududda 7 ta texnikum mavjud va ular shu yerda bir kasbni o'rganishni boshlashadi. Keyinchalik ular Germaniyada kasb-hunar ta'limini davom ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Mit dem sie dann eine Ausbildung in Deutschland anfangen können. Deutschland ist ein sehr offenes Land, würde ich sagen. Menimcha Germaniya juda ochiq mamlakat. Bu yerda turli dinlar, turli madaniyatlar, turli etnik guruhlar mavjud va ko'p narsalarni ko'rish, tajriba qilish mumkin. Bu mening tajribamga ko'ra. O'zbekistonga qaraganda ancha boshqacha, ammo menimcha bu o'zbekistonliklar uchun ajoyib bir sarguzasht bo'ladi. Germaniyada bo'lib qaytgan o'zbekistonliklar menga shuni aytishdiki, ular uchun eng ajoyib narsa tabiat bo'lgan. Tabiat ularda eng katta ta'sirot qoldirgan va balki ozroq taomlarimiz ham yoqqandir. Yevropa davlatlarida demografik muammolar, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalaridagi ishchi kuch yetishmovchiligi xorijiy ishchi kuchiga bo'lgan talabni kun sayin oshirmoqda. Bunda tabiiyki xodimlar bilan individual tarzda ishlashga ham ehtiyojni oshirishi tabiiy. Ausbilding tizimi ana shu jihatlarga alohida ahamiyat qaratishini aytadi. Biz bilan suhbatda Yosef Ibrohim. Hallo, mein Name ist Yosef Ibrahim. Ich arbeite für die Askania Future. Men Askania Future kompaniyasida jamoa rahbari sifatida ishlayman. Mening vazifam o'zbekistonliklar bilan bu yerga kelganda agar davlat idoralari bilan bog'liq muammolar bo'lsa yoki ular ishlayotgan kompaniyalarda muammolar yuzaga kelsa, men borib shu masalalarni hal qilishim kerak bo'ladi. Bundan tashqari men juda muhim yordamchi vazifani ham bajaryapman. Germaniyada Hunarmandlar palatasi va Sanoat savdo palatasi mavjud. Ular hunar o'rgangan shogirdlarga guvohnoma berishadi. Bu hujjat bilan chet elliklar Germaniyada ishlashlari mumkin bo'ladi. Agar shu yerda biror muammo yuzaga kelsa yoki qandaydir masala bo'lsa, men ularga qo'ng'iroq qilib, gaplashib, hamma narsani aniqlashtirishim kerak bo'ladi. Mening rejam o'zbeklarning bu yerga yaxshi integratsiya qilinishini ta'minlash. Bu birinchi galdagi vazifamizdir va bu bilan Askania Building shug'ullanadi. Ya'ni mamlakatimizga keladiganlarga nemis tilini o'rgatishni zimmasiga oladi. Shuningdek, men o'zbeklarning bu yerdagi munosib kompaniyalarda o'z o'rnini topishini istayman. Bu yerdagi kompaniyalar o'zbekistonliklar haqida faqat ijobiy fikrda bo'lishini istayman hamda shunday natija uchun harakat qilaman. Men O'zbekistonga borib, ushbu davlat bilan tanishishni, o'zbeklar hayotini bilishni, ular bilan yaqinroq tanishishni istayman. Bu juda qiziq albatta. Ham o'qib, ham mehnat qilib mablag' orttirishning o'ziga yarasha mashaqqati bor. Agarda siz til bilmasangiz, bu muammoingiz 2 hissa ortishi tabiiy. Buni chuqur anglab yetgan yoshlarimiz bugun maqsadni puxta qo'yishmoqda. Shu bois mehnatga haq to'lash kafolatlangan va huquqlari himoya qilingan ayni manzillarni ixtiyor etishmoqda. Men fikrimcha, Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan yoshlar til darajasi kamida B1 bo'lish kerak deb o'ylayman. Chunki A2 bo'lsa ham baribir qiynaladi odam.
Men o'zim shaxsan B2 bilan keldim, lekin menga qiyinchilik tug'dirmadi. Lekin B1 bo'lsa ham ja unaqa qiyin bo'lmaydi deb o'ylayman. Lekin eng muhimi shu Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan yoshlar til darajasi bo'lishi. Ya'ni hali aytib o'tganimdek B1 darajasi. Chunki siz qaysi davlatga borishingizdan qat'iy nazar siz o'sha davlatning tilini o'rganishingiz va mukammal o'rganishingiz zarur. Chunki bu nafaqat o'qishda, balki ishda ham juda ham kerak bo'ladi. Bu sizni keyingi hayotingizda o'sha davlatda siz ko'nikib keta olishingizda yoki biror bir muammolarni yechishda yoki ish, o'qish topishda juda ham kerak bo'ladi. Endi faqat kelib ishlab ketaman, eplab ketaman degan gap bo'lmasa ekan. Men o'zim shunaqa bolaman, misol uchun borib olaveray, o'zim bilaman degan bola edim. Keldik, tilni o'rganib kelganmiz biz yana nima bo'lsa. Endi tilni mahkam qilib kelish kerak ekan. O'sha kelib eplab ketaman degan odam ham bitta til bilmasa foydasi yo'q. Bitta Germaniyada ish ko'p, to'g'ri, lekin ular ham nima qilishni biladi, til bilganini olar ekan. Biz ham boshida rosa qiynaldik ish topishga qo'shimcha. Mana hozir til yaxshi bo'ldi, sekin ishlar topdik, qo'shimcha ishlab, qo'shimcha daromad ham bor. Keyin o'zimiz Ausbildungimizdan stipendiya tushib turadi hozir. Agar 1000 euro netto brutto bo'ladigan bo'lsa, endi 900 euro netto qo'limizga tushadi. Bu kvartiramizga yeb-ichishga yetsa, keyin vaqtda qo'shimcha ishimizda mini job degan nima bor, bizga ruxsat beradi. Endi 560 euro tushadi endi o'zimizga. Kiyim-kechak, uydalar chiqarishga bemalol yetyapti. Bizning soha ham endi kelajagi bor soha. O'zimizda endi mashina ishqibozlari ko'p. Xudo xolasa endi yaxshi mashina ustasi bo'lib endi mashina tuzatadigan bo'lsa, endi mashinalar motorini kuchaytirib, nima qilib, ular yaxshi mutaxassis bo'lishni niyat qo'ygan xudo xolasa. Birinchi o'rinda til o'zi hamma aytadi, faqat men emas, hamma aytadi buni. To есть yo nemis tilini bilish kerak yoki ingliz tilini bilish kerak. Endi yo'nalishga qarab. Masalan, deylik, IT da kelmoqchi bo'lsangiz, unda ingliz til, masalan, nemis tilini unaqa bilmasangiz ham ingliz tilini hech bo'lmaganda zo'r bilishingiz kerak. Lekin qaysi yo'nalishlar bor? Unda siz masalan doktor yo'nalishi yoki meditsina yo'nalishlarida kelmoqchi bo'lsangiz, unda minimum nemis tilini bilishingiz kerak. Tavsiya bergan bo'lardim. Bu yerga kelib o'rganaman demaslik kerak. Uyda vaqt borida qanchadir, masalan, arzon bo'ladi. Bizda o'qishlar 3-4 oy vaqt ajratib turib o'qib olish kerak. Ich war im letzten Jahr für ein paar Tage in Usbekistan, leider nur für O'tgan yili men bir necha kun O'zbekistonda bo'ldim. Afsuski, juda qisqa muddatga, lekin menga juda yoqdi. Ayniqsa, Samarqand menda katta taassurot qoldirdi. U yerdagi qadimiy va ulkan binolarni ko'rish va madaniyatni bevosita his qilish ajoyib edi. Ovqatlar ham menga juda ma'qul keldi. Odamlar esa juda samimiy va ochiq ko'ngil edi. Ha, men O'zbekistonda juda yaxshi vaqt o'tkazdim. eine sehr gute Zeit in Usbekistan. Meiner Erfahrung nach sind junge deutsche Mening tajribamga ko'ra, yosh nemislar juda o'ziga ishonadigan, kuchli va ba'zan juda shovqinli bo'lishadi. Men shuni kuzatdimki, o'zbekistonlik yoshlarda bu holat boshqacha. Ular ko'proq sokin, kamtar, tartibli va aniq reja asosida harakat qilishadi. Menimcha, aynan shu fazilatlar ularga Germaniyada kasb-hunar ta'limini yaxshi o'zlashtirishda, tez va samarali o'rganishda juda katta yordam beradi. und auch für sich sinnvoll zu lernen. Ma'lumot o'rnida keltirish lozim, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi va Germaniya O'zbekiston biznes hamkorligi byurosi tomonidan germaniyalik hamkorlar bilan birgalikda 5 yilga mo'ljallangan O'zbekistonda nemis tili o'qitish tizimini takomillashtirish hamda yoshlarni Germaniyada kasbiy ta'limga yo'naltirishga ko'maklashish loyihasiga ko'ra, bugun yurtimizda qator nemis tiliga o'qitish markazlari faoliyat yuritmoqda. Loyiha doirasida O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi qoshidagi kasbiy ta'lim va xorijiy tillarni rivojlantirish nodavlat ta'lim muassasasi tuzilmasida nemis tili o'qituvchilarining malakasi ham oshirib borilmoqda. Tell me about what is this Ausbildung? Die Ausbildung in Deutschland ist sehr modern. Loyiha aslida sentyabr oyida boshlanadi. Hozirgacha bizda taxminan 60 dan ortiq o'qituvchi til va didaktika bo'yicha malaka oshirdi. Ayni paytda bizning til kurslarimizda 400 ga yaqin ishtirokchi o'qiyapti va yana 100 dan ortiq yangi ishtirokchilar ro'yxatdan o'tgan. Sentyabrdan boshlab esa biz 1750 nafargacha ishtirokchini texnikumlarimizda o'qita olamiz. Aniq aytadigan bo'lsam, o'tgan yili biz taxminan 50 nafar o'qituvchini til va didaktika sohasida rivojlantirdik. Kompaniyamizning o'ziga xos jihati shundaki, biz O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaramiz. Biz O'zbekistonda joylashgan o'qituvchilarimiz bilan juda yaqin hamkorlik qilamiz. Shuningdek, ayniqsa Toshkentdagi ofisimizda rahbarlik lavozimlarida ishlaydigan xodimlarimiz ham bor. Biz har kuni aloqa qilamiz, tajriba almashamiz, bir-birimizni yaxshi bilib olganmiz va shu sababli juda yaqin va aniq tuzilgan shaklda ishlay olamiz. Bizning jamoamizda ko'plab yosh, yaxshi malakaga ega bo'lgan va zamonaviy metodlarni biladigan ayollar bor. Bu esa bizga O'zbekistonda dual ta'lim tizimini rivojlantirishga imkon beradi. Chancen in Deutschland.
Shu o'rinda ta'kidlash lozim, O'zbekiston Respublikasi Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasi, kasbiy ta'lim va xorijiy tillarni rivojlantirish nodavlat ta'lim muassasasi tomonidan tashkillashtirilayotgan nemis tili kurslarini muvaffaqiyatli yakunlagan yoshlar Askania Future kompaniyasi bilan hamkorlikda Germaniyada kasbiy ta'lim olishga va ishga yo'naltirilmoqda. Navbatda esa shu kabi yoshlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yoshim 23da. Germaniyaga kelganimga 4 oy bo'ldi. Bu yerda Ausbildung sohasi bo'yicha, ya'ni Ausbildung kasbiy ta'lim bo'yicha o'z o'qish va ish faoliyatini olib bormoqdaman. Ausbildungda ham o'qish, ham ishlash bilan birgalikda praktika hamda nazariy bilimlar bilan birgalikda olib boramiz. Bunda bu yerga kelishimga asosiy sababchi bo'lgan Kamoliddin aka BDFning Profidoj o'quv markaziga ancha minnatdorchilik bildiraman. Bu orqali hozirgi kunda Germaniyada ancha bilim ko'nikmalarimni oshirib, ish tajribalarimni oshirib bormoqdaman. Ko'plab do'stlar, yaqin qadrdon do'stlarni orttirdik. Hozirgi kunda biz mehmonxonada restoran sohasi bo'yicha ofisiant bo'lib o'z ish va faoliyatimizni olib boryapmiz. Germaniya hayoti to'g'risini aytsam juda ajoyib hayot. Germaniyada ob-havosi va undagi insonlarning muomalasi bir-biriga nisbatan do'stona munosabatda bo'ladi. Masalan, og'ir vaziyatlarga tushib qolgan vaziyatlarim ham bo'ldi va shu vaziyatlarda nemislardan yordam so'raganda bajonidil yordam berishgan. Bundan men juda xursand bo'lganman. Yoshim 22da, asli Samarqandlikman. Hozirda Berlin shahrida Koch, ya'ni oshpazlik bo'yicha Ausbildung faoliyatini amalga oshirmoqdaman. Bu yerda bizga asosan yevropeyskiy taomlar hamda salatlar va turli xil sir sanoatlari, bezak uslublari hammasi o'rgatiladi. Hamda kelajakda Xudo xohlasa o'zimni shaxsiy yevropeyskiy oshxonam ochish niyat bor. Restoranimiz yoshligimdan o'zimizda kichik oshxonamiz bo'lardi. Bu yerda o'zbek milliy taomlari tayyorlardik. Tog'a kasb desak ham bo'ladi biz uchun. Shundan qiziqish paydo bo'lgan, hamda til o'rgandik va Profidoj o'quv markazi yordamida Germaniyaga keldik. Hozirda 3 oydan beri shu yerdaman. Ausbildung faoliyatini amalga oshirib kelmoqdaman. Germaniyaga kelish istagi bo'lgan yoshlarga albatta Ausbildung, bundan tashqari Weiterbildung va ish sohasi bo'yicha ham kelishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki Germaniyada O'zbekistondagi yoshlarimiz uchun juda katta imkoniyatlar ham yaratilgan. Buning uchun O'zbekiston bilan Germaniya aloqasini tiklashda ancha hissasini qo'shgan prezidentimizga minnatdorchilik bildiramiz. Asosan prezidentimiz O'zbekiston bilan Germaniya o'rtasidagi aloqalarni yaxshilab, hozirgi kunda ko'plab yoshlar Germaniyaga kelishmoqda. Albatta Ausbildung sohasi bo'yicha ham o'z faoliyatlarini olib borishlarini tavsiya qilaman. Mehmonxonamizdagi ish beruvchilarni bizga nisbatan, ya'ni o'zbek yoshlariga nisbatan muomalasi juda yaxshi munosabatda bo'ladi. Masalan, xatoga yo'l qo'ysak ham to'g'ri tushuntirib bizlarga bunday qilsang yaxshi bo'ladi, bunday qilsang mehmonlar ranjiydi, unday qilma deb o'zini bizlarga to'g'ri munosabatda bo'ladi. Germaniya haqida gapiradigan bo'lsak, ob-havosi juda ham zo'r, havosi toza. Odamlari ham ochiq ko'ngil, mehmondo'st. Sizni xuddi o'zinikidek qabul qilishadi, bilmaganingizni o'rgatishadi. Hatto qayta so'raganingizda ham nima desak bo'ladi? Asab stressga berilmasdan xuddi birinchi marta o'rgatganday tushuntirib beraveradi. Shu tomonlari yoqdi. Ish sharoitlarimiz yaxshi, haftasiga 40 soat ishimiz bo'ladi va bir oyda 2 hafta o'qish. Bu bilan o'qish paytida biz nazariy bilimlarni olamiz. Bu yerda esa amaliyotda ish faoliyatimizda shu nazariy bilimlardan kelib chiqqan holda taomlar tayyorlaymiz. Keyingi yillarda yurtimiz yoshlari o'rtasida xorijda ta'lim olish yoki mehnat qilish istagi ortganligi bor gap. Biroq bu shunchaki qiziqish, orzu-havasdan iborat bo'lmasligi lozim. Yanada soddaroq aytadigan bo'lsak, til bilganga 1000 tanga deb bejiz aytilmagan. Shunday ekan, hozirdanoq til o'rganishga kirishish lozim.
Germaniyaga kelishni xohlagan yoshlarga avvalambor nemis tilini o'rganishni tavsiya qilib qolaman. Bu yerda baribir o'zining madaniyati, tili muhim rol o'ynaydi. Nemis tili asosan birinchi til darajasida desak ham bo'ladi. Ko'p yoshlar hozirda ingliz tilini o'rgansam bo'ldi, Germaniyaga bora olaman deb o'ylashadi, lekin bu yerda o'zinikidek qabul qilmaydi. Misol uchun siz nemis tilini o'zlaridek gapirmasangiz ham, bilimingizdan kelib chiqqan holda gapirsangiz ham, bular hurmat qilishadi. Ya'ni harakat qilishyapti nemis tilida gapirishga deb, tushunmagan joylarini erinmasdan o'zlari tushuntirib berishadi. Germaniyaga kelgandan keyin sizda eng katta muammolardan biri siz yurt sog'inasiz, ota-onangizni, qarindosh urug'larni, o'sha bolaligingiz o'tgan ko'chalarni sog'inasiz. Bu yerda hammasi ancha uzoqda qolib ketgan bo'ladi. Bu narsa boshida bilinmasligi mumkin, lekin biroz vaqt o'tgandan keyin siz yurtingizni sog'ina boshlaysiz va bu yerda o'zingizni begona his qilishni boshlaysiz. Shuning uchun biz O'zbekiston Respublikasini Germaniyadagi elchixonasi tomonidan doimiy ravishda Navro'z bayramlari, Hayit bayramlari, Mustaqillik bayramlari va shunga o'xshash bayramlarda yig'ilib turamiz. Bu orqali biz o'zbek vatandoshlarimiz bilan boshqa sohalardagi yuqori lavozimda ishlaydigan yoki yuqori pog'onada bilim olgan vatandoshlarimiz bilan bilim almashishimiz, ular bilan tanishishimiz mumkin bo'ladi. Germaniyaga kelmoqchi bo'lgan yoshlarimiz firibgarlarning tuzog'iga tushib qolmasligi uchun avvalambor ish beruvchi bilan kontaktni yaxshi aloqada bo'lish kerak. Tilni asosan tilni yaxshi bilish kerak. Tilni yaxshi bilmasa bu yerda ancha qiynaladi. Kamida bir darajada tilni bilsa, bu yerga kelib rivojlantirib olishi oson bo'ladi. Buning uchun Profidosh til o'quv markaziga murojaat qilsa, o'z til bilim ko'nikmalarini oshirib, hamda o'sha Profidosh o'quv markazining rahbari Kamoliddin aka BDF ham Germaniyaga ko'plab yoshlarni yuboryapti. Ausbildung, Weiterbildung to'g'ridan-to'g'ri ishga. O'sha Kamoliddin aka bilan bog'lanib Germaniyaga kelishni tavsiya qilaman, ancha ishonarli. Agar firibgarlarning tuzog'iga tushib qolishdan saqlanish uchun birinchi o'rinda ish beruvchi bilan aloqani yaxshilab va undagi qancha soatiga qancha masalan mablag' oladi, shartnomalar bo'yicha ham qachon shartnoma olish mumkin, shartnomalarni ham kelishib olishni tavsiya qilaman birinchi o'rinda. Mani fikrimcha, Germaniyani yana bir afzalliklaridan biri bu ta'lim deb o'ylayman. Chunki bu yerda nafaqat nemislarga, balki boshqa davlatdan kelgan talabalarga, yoshlarga ham o'qish bepul va bundan tashqari barchaga stipendiya to'lanadi. Bu yerga kelib, bepul tahsil olib ham stipendiya olish bu talabaga qulaychilik yaratadi. Chunki baribir musofir yurtda har xil qiyinchilik, vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Menda 2 hafta ish, 1 hafta o'qish bo'lib o'tadi. Ya'ni o'qishimizda biz har xil mehmonxona yo'nalishiga aloqador bo'lgan har xil fanlarni o'rganamiz. Mehmonxonada gigiyena yoki oshxona, housekeeping yoki stollarning ustini qanaqa bezatish, mehmonlar bilan qanaqa munosabatda bo'lish, qanaqa turdagi mehmonlarning borligi va shu kabi narsalarni biz o'zimizni o'qishimizda o'rgatishadi. Darslarimiz 80 minutdan bo'ladi, lekin har bitta o'qituvchimiz juda ham mukammal biladi o'zini fanini. Shuning uchun bizga xuddi yarim soatdek darslarimiz o'tib ketadi. Juda ham qiziq. Hech kim chetda qolib ketmaydi, hamma tushunadi, hech kim uxlab o'tirmaydi. Agarda biror nimani tushunmay qolsak, ustozimiz jahl qilmaydi yoki shundoq sakrab o'tib ketmasdan yaxshilab qayta tushuntiraveradi, toki biz shu narsani tushunib daftarimizga yozib olmagunimizcha. Dunyoning har qaysi chetida bo'lishingizdan qat'iy nazar bu kabi yoshlar bilan suhbatlashib rohatlanasiz, zavq olasiz. Chunki ularning qalbida birgina maqsad mujassam. U ham bo'lsa o'z kasblari ortidan yurt ravnaqiga munosib hissa qo'shish. Kelajakdagi maqsadim shu aytmoqchi bo'lganim, innovatsion bir yechimlar qilishdan ko'ra, prosta shunchaki IT bo'yicha muvaffaqiyatli davlatlar qilib turgan ishlarni qilsak bo'ldi. Masalan, Ukraina yoki deylik shunga o'xshagan boshqa yoki Hindiston yoki shunga o'xshagan boshqa davlatlar IT bo'yicha servislarni eksport qiladi. Global yechimlar qilib, masalan, o'sha iqtisodiyotini yaxshi ko'taradi. Men qilmoqchi bo'lgan yechimim shu soha bo'yicha O'zbekistondan IT bo'yicha xizmatlarida chet elga eksportini yo'lga qo'yish. O'zi hozir bor, faqat buni kengaytirib, har xil yo'nalishlarda IT yechimlar qilish. Faqat O'zbekiston bozoriga emas, chet el bozoriga. Men soham shu yo'nalishda. O'z ingliz tilida nomi data scientist, ya'ni ma'lumotlar bo'yicha analitik desa ham bo'ladi. Ya'ni har xil ma'lumotlarda masalan
umuman masalan AI yoki sun'iy intellektni siz haligi train qildirish uchun har xil datalarni har xil joylardan olib turib train qilasiz. O'sha train davomida uni har xil analitikasi, har xil uni bitta joydan boshqa joyga olib borishligi, shu tomonlariga javob beraman. Mana bilamizki, O'zbekistonda hozir turizm juda ham kuchayib bormoqda. Va mana eng katta orzularimdan biri bu men o'z yo'nalishimda professional mutaxassis bo'lib, shu sohada turizm va mehmonxona sohasida yurtim ravnaqiga katta hissa qo'shish va bu yerda o'zimiz sohamni hamma sir asrorlarini o'rganib, yurtimda shularning barchasini joriy etish. Bu meni eng katta orzularimdan biri. Kelayotgan yoshlarimiz yurt ravnaqiga hissa qo'shishda eng birinchi navbatda o'zini bor imkoniyati bilan bilim o'rganishi bu birinchi yurt ravnaqiga qo'shgan eng katta hissasi hisoblanadi. Undan tashqari siz bu yerda o'zingizni yaxshi xulq-atvoringiz bilan bizni vatandoshlarga nisbatan iliq kayfiyatni vujudga keltirishingiz mumkin. Bu ham sizni yurtni ravnaqiga qo'shgan hissangiz hisoblanadi. Siz o'rgangan bilimlaringiz qachondir siz O'zbekistonga qaytib ketayotganda sizni bu yerdan olib ketishingiz mumkin bo'lgan eng katta boyligingiz hisoblanadi. Hech qanaqa moddiy boyliklarni o'rnini qoplay olmaydigan boylik olib ketayotgan bo'lasiz. Agar yaxshi bilim olgan bo'lsangiz va yetarli darajadagi mutaxassis bo'lsangiz, siz O'zbekistonga juda katta bilim va investitsiya bilan qaytgan bo'lasiz. Agar qaytmagan taqdiringizda ham siz O'zbekistonning vakili sifatida bu yerda iliq kutib olinadigan inson bo'lasiz. Siz nemislarga qoldirgan iliq taassurotingiz boshqa yurtdoshlarimizga bo'lgan iliq munosabatni kafolatlaydi. Ishingizga bo'lgan hurmatingiz va kasbingizga bo'lgan hurmatingiz sizni boshqa yurtdoshlarimizni ham bu yerga oson integratsiya bo'lishiga yordamlashadi. Kelajakdagi rejalarimiz, Xudo xohlasa, o'qishni tamomlab butun dunyo tan oladigan, ya'ni Germaniya standartlariga mos diplomni qo'lga olib, kelgusida bir rivojlangan boshqa davlatlarda ham ishlash niyatlar bor. Va o'zimni oldin ham aytganimdek, Yevropeyskiy restoran ochish niyatimiz bor, Xudo xohlasa. Yurtda oilani sog'inaman, yurtdoshlarni, yaqinlarimni sog'inaman, baribir. Sog'inish hissi bor. Do'stlarimizni. Asosan yurtda men ota-onamni, oilamni, do'stlarimni hamda yurtdoshlarni ancha sog'inamiz. O'zimiz uni buzgan qishlog'imizni, qishloqdagi qishloqdoshlar, qishloqdagi hayot va Toshkentda ancha vaqt hamkasblar bilan ishladik. O'sha hamkasblarimiz, birga ishlagan hamkasblarimizni ancha sog'inamiz. O'zbekistonni birinchi o'rin ovqatlari, milliy ovqatlari va nonni sog'inyapman. Bu yerda ovqatlar baribir O'zbekistondagidek chiqmaydi. Misol uchun ko'p masalliqlar boshqacha, ta'mi ham boshqacha. O'zimizda Samarqand nonlari, misol uchun o'zim Samarqandda katta bo'lganman. Samarqand nonlarini yeb bu yer bilan ancha farq qiladi. Shu tomonlama qolgan hamma narsa yaxshi. Sog'inch avvalambor. Misol uchun vatan sog'inchi, oila, do'stlar, bu yer boshqa madaniyatga ko'nikish kerak. Hozircha sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Germaniyadagi kasbiy ta'lim tashkilotlarida tahsil olayotgan bu yoshlarimizga yakunda ta'limni tamomlaganlik bo'yicha hujjatlar topshiriladi. Ularga malakali kadrlarni yetkazib berish esa Askaniya Bulk kompaniyasiga topshirilgan. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.